kishi Alloh bilan aziz bo'lishni o'ylash kerak. Alloh bilan aziz bo'lish, Alloh taolaga itoat qilish, ibodat qilish, shu bilan aziz bo'lish. Hazrat Umar roziyallohu anhu Falastin fath bo'lganda, Falastin amirlari u vaqtlarda rohiblar bo'lgan kattalar. Aytishganki, Aqsoni, Masjidul Aqsoni rohiblar qo'riqlagan, rohiblar bosh bo'lgan. Falastin amirlari va rohiblari aytishganki, biz kalitni, bu muqaddas yer. Kalitni bu kelgan fotihlarga topshirmaymiz. Xalifani o'zi kelsa, o'zini qo'liga beramiz deyishgan. Shunda Hazrat Umar borganlar keyin. Bir xodimlarini olganlar, ulovda ikkovlari navbatlashib minib kelishgan. Aytganlar, bir tosh yoki bir farsax sen minasan, men piyoda yetalab yuraman ulovni. Keyin o'shuncha masofa men minaman, sen yetalaysan deb navbatlashib minib kelishgan. Madina Munawvaradan Falastinga. O'sha Falastinga kiradigan navbat kelganda Hazrat Umar piyoda, xodim ulovda o'tiradigan navbat bo'lgan. Navbatlashib kelishyapti-yu, masofa bo'lib. Falastinning butun amirlari-yu, rohiblari-yu hamma katta kichigi xalifani kutgani o'ta katta dabdaba bilan chiqib kutib turibdi. Fotihlar ham bor, musulmonlar ham bor. Hamma xalifani kutyapti. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu sal ildamlab peshvoz chiqib kutib olmoqchi bo'lib, oti choptirib yaqinroq bordilarda, borsalar Hazrat Umar yalang oyoq, tizzagacha loy yurib kelyapti, ulovni ushlab olgan yurganida. Tepada xodim o'tiribdi. O'zi tepada xodimni ham ko'rsa odam xalifa deb o'ylamaydi, albatta. Uni ko'rishi ham o'sha oddiy bo'lgan. Hazrat Umarniki umuman uringanda safarning holati ham bor. Tizzagacha loyib ketgan, yalang yana. Keyin haligi Hazrati Abu Ubayda ko'rib aytgan ekanlarki, bu juda katta ayollar chiqib kutib olyapti, sizni peshvoz chiqib sizni istiqbolingizga. Sal almashib olasizlarmi yoki hayot chiroyli qilib olsakmi? Desa Hazrati Umar aytgan ekanlarki, sendan boshqasi gapirsa edi shu gapni degan ekan. Shunda bir gap aytganlar, qoida olib qo'ygan. Nahnu qawman a'azzanallohu bil islam famahma talabna al-izzata bighayri ma a'azzanallohu bih azallanalloh. Biz shunday bir qavmmizki, bizni Alloh islom bilan aziz qilgan. Agar islomni qo'yib boshqa narsa bilan aziz bo'lmoqchi bo'lsak, Alloh bizni xor qiladi. Deb ularga shunday kirib kelganlar keyin shaharga. Bu nima uchun shunday qilganlar? Chunki musulmonlarning quvvati qaydaligini ko'rsatganlar. O'ylamanglar dabdabada deb. O'ylamanglar qurol aslahada deb. O'ylamanglar shon shavkatda deb. O'ylamanglar yasama bir charterlarda deb o'ylamanglar. Bizi quvvatimiz dinimizda deb ko'rsatganlar. Agar Hazrat Umar chiroyli hayot bilan boshqa podshohlarga, muzaffar podshohlarga o'xshab kelganlarida haqiqatda bularni yutug'ida shu narsalarning ham omilligi bor deb tushunib qoldilar. Hazrat Umar azizlik qayerdaligini tiniq ko'rsatganlar, biror narsani aralashtirmasdan. Eron Fors hukumati yiqilib, forslarni mag'lub qilib musulmonlar qo'mondoni Hurmuzon qo'lga tushgan. Hurmuzon o'ta katta qo'mondonlardan ko'p zarba bergan shu jangda ham. Hurmuzonni tutib olib kelishdi Madinaga. Xalifa bilan seni o'zingni olib kelaman. O'zi bilan ko'rishaman dedi. O'zi bilan ko'rishishni olib kelishyapti. Kelib qoldingmi desa, kelib qoldik. Saroy pora degan narsa bormi? Yo'q, saroy yo'q. Podshoh saroyi yo'q, saroy yo'q. Ayon qo'riqchilar unaqa narsa ham yo'q. Deb javlab kelib qoldi. Yerda bitta odam yotgan ekan, qumda. Ridosini yostiq qo'ygan. Uyg'onib ketdilar. Bunda qarasa, mana Umar, xalifa Amir Mo'minni olib keldik Hurmuzonni. Mana shuni xalifa Umar desa, ha shu. Dunyoni titratayotgan Umar mana shu misol, mana shu. Qumda yotdi-yu, hech poylashi ham hech yo'q. Shunda Hazrati Umarga qarab aytgan, hakamta fa'adalta fanimta degan. Hokim bo'lsan-u, adolat qilsan, shuning uchun qum tepasida uxlayapsan bunaqa. Agar adolat qilmaganingni qo'riqchilar qo'yib, o'zingni ehtiyot qilib, doim joni halak yurardi. Hokim bo'lsan-u, adolat qilsanki, qum tepasida uxlayapsan bunaqa degan. O'sha dunyoni titratgan odamni holati mana shunaqa bo'lgan. Mana shu oxir haqiqiy azizlikni topgan. Dabdaba qilmaganlar. 12 ta yamog'i bo'lgan kiyimlarda. Vafot etgan paytlarida ham Hazrat Umar
bunisi oxiri o'rtaga Hafsa onamiz solgan. Tashqaridan bir nimalar kelsa, elchilar, podsholar kelyapti. Katta odamlar, bu Umar mana bunaqa yirtiq yomon bilan chiqyapti, biz uyatyapmiz. U davlat boshlig'i mana shu ahvoldami deyishyapti. Biz aytsak unamaydi. Iltimos siz qizisiz, Rasulullohning ahllisiz, siz gapiring. deb Hafsa onamizga iltimos qilishgan. Hazrat Umarga bir iltimos, yaxshi kiyim kiying, iltimos. Yirtiq emas, butun kiyim kiying, yomonlar kiyganiga hech yo'q. deb shu gapni ayttirishganda Hafsa onamiz ming hijolat bilan, ming tortinish bilan, mulohaza bilan gapni uzoqdan olib kelib endi islom azizligini ko'rsatishimiz kerak, kelganlarini ham to'g'ri fikr bo'lishi kerak. Hokazo bizda ham bor shunaqa gap mondalaymiz aylantirib. Shunaqa deb aytdi. Rosa uzoq gapirib aytib, shunaqa qilsangiz deganda Hazrat Umar yig'laganlar. Ikki Halilim Hazrat Rasululloh kiyganmilar sizlar aytgan kiyimlarni? Yo'q deganlar. Abu Bakr kiyganmi? Yo'q. Men ham o'shalarda qo'llaman deganlar. Menga urinmaylar bunaqa narsani kiydiraman. Ana shu biz o'ylaymizki, Hazrat Umar yirtiqni yaxshi ko'rgan emas u. U zohid bo'lgan. Mana shu aytayotgan kitobda aytilayotgandek, dunyoning ne'matidan uzilgan odamlar bo'lgan, mutlaqo. Qalbi shuni xohlamagan. Va azizlikni haqiqiy ubudiyatda topgan bo'lgan, boshqa narsa qoniqtirmaydi. Azizlikni ubudiyatdan topgan odamga boshqa narsa. Siz bilan biz uni boshqacha tushunishimiz mumkin. Biz his qila olmaymiz ularning holini. Ularning holati mana bu oriflar his qiladi. Biz sahoba ikromlarni o'rganganda, tabiinlarni o'rganganda qilgan ishni o'rganamiz. O'sha ishni qiladigan, qilib shakllantirilgan asli ta'limni o'rganmaymiz ko'pincha. Sahobalarning asli o'sha shavkatga olib kelgan narsa payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ta'limlari bo'lgan. U ta'lim biz olayotgan ta'lim bo'lgan emas. U ta'lim o'sha zuhudni tepasiga qurilgan, ubudiyatni, ibodatni tepasiga qurilgan ta'lim bo'lgan. Biz olayotgan ta'lim emas. Bizni namozimiz ham emas, biz ro'zamiz ham emas, bizni sadaqatimiz ham emas, bizni ishimiz emas. Bizni shaxsiyatimiz ham emas. Biz endi mana bu kofirlar bilan bir xil yashaymiz, u faqat o'rtada namoz o'qib qo'yamiz xolos. Ko'p narsamiz o'xshaydi. Dunyo qarashimiz ham o'xshaydi, dunyoga munosabatimiz ham o'xshaydi. O'zimiz bilmaymiz. Dunyoga munosabatimiz kofirlardan o'tgan, o'zimiz bilmaymiz, kapitalistdan o'tgan. Bizning dunyo qarashimiz kapitalizm. Musulmoncha emas. Ammo sahoba ikromlar uni qo'ygan emas. To'yinki biz o'sha sahoba ikromlarning ta'limini, Rasulullohning ta'limlarini o'zimizga olmas ekanmiz, o'qiyveramiz, tarjima qilaveramiz, gapiraveramiz, mana shunday yashayveramiz. U sahoba ikromlarning yo'li boshqa bo'lgan. Ana shu yo'l mana bu hozir aytgan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga sahobalardan bittalari menga bir ishni aytingki, Alloh ham yaxshi ko'rsin, odamlar ham yaxshi ko'rsin degan. Shunda Rasululloh aytganlarki, dunyodan ko'nglingni uz, Alloh yaxshi ko'radi. Zohid bo'l. Odamlarning qo'lidagi narsadan ko'nglingni uz, zohid bo'l, odamlar yaxshi ko'radi degan. Biz dunyo o'zimizning mulkimiz bo'lgan dunyo emas, odamlarning qo'lidagidan ham uzolmaymiz-da. Faqat pul deb o'ylamayman, odamlarning qo'lidagi. So'zmi, gapmi, obro'mi, nima bo'lsa ham odamlardan keladigan manfaatdan ko'nglimizni uzolmaymiz. Bu holatda agar 50 yil ibodat qiling ta'sir, nisbatan ibodat qilmagandan yaxshi bo'ladi albatta. Lekin sahobalarni avlodini tayyorlamaymiz. Xuddi mana shunaqa musulmonlar tushkunlikka tushgan paytda Imom G'azzoliy shu narsani topganlar. O'sha Ihyoni yozgan. Ihyoni yozishdan murod nima bo'lgan? Ihyoni yozish demak Ihya ulumuddin degan, din ilmlarini tiriltirish. U ilmlar yo'qolib ketgan bo'lgan emas, kitobda bo'lgan o'zi. Fiqh ham bor, hadis ham bor, tafsir ham bor. Tafsir kitobi yo'qolib ketgan emas. Fiqh kitobi yo'qolib ketgan emas, usul fiqh bor. Hamma narsa bor. Lekin yashamagan ular. U kitobda qolib ketaveradi. Uni tiriltirish yo'li mana bu bo'ladi. O'shuning uchun Ihyoni Hazrati Imom G'azzoliy yozganlarida asosan fiqhda aytadi-da, keyin mohiyatni aytadi. Zakotda aytadi, mohiyatni aytadi. Va ibodatni mohiyatini va ubudiyatni tushuntiradi. Asosan shu bilan shug'ullangan. Ahkomni ham bayon qiladi. Lekin asosiy maqsadi bu ya'ni qishir, ya'ni postloq bilan qolib ketsak biz isloh bo'lmaymiz degan.
Biz asli mohiyatga qaytishimiz kerak. Oxiratni kishilari bo'lish kerak. Dunyoda yashayotgan oxiratni kishilari bo'lish kerak. Hasan al-Basriy shuning uchun aytganlarki, sahobai kiromlarni sizlar ko'rganinglarda jinni deb o'ylardinglar. Majnun deb o'ylardilar. U jinni o'lib aqlni ozdirib tentirgan emas. Qilayotgan tasarrufini ko'rsangiz, sog' odamning tasarrufi emas. Tobilar ham shuni qo'ygan. Masalan, Hasan ibn Abu Sinon men deganlar beva bechoralar bo'lmaganda tijorat qilmasdim degan. Tijoratdan kim shuni maqsad qiladi hozir? Kapitalizm, bozor iqtisodiyoti, raqobat unaqa tushuncha bo'lgan emas ular. Endi hozir unaqa qilsiz bo'lmaydi, hozir zamonga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keladi zamonga. Ishlab chiqaravering, pulni topavering. Sarflashda gap, qayerga yo'naltirishda gap va qalbda qanday o'rin tutishda gap. Ular davrida ham shunaqa tillalar bo'lgan. O'tib shunaqa boyliklar bo'lgan, o'tib shunaqa shahvatlar bo'lgan. Paytda ham bo'lgan aysh-ishrat. Hozirgida yaxshi bo'lgan. Cho'rlar bo'lgan, qullar bo'lgan. Hozirgidan ko'ra masalan deylik odam aysh-ishrat qilaman desa, ko'proq bo'lgan bo'lishi mumkin imkoniyat. Siz aldaydi oldingi yashash bilmagan, biz hozir to'g'ri sanoat kuchaygan hozir. Lekin maishat ma'nosida, huzur ma'nosida oldin yaxshi bo'lgan. Chunki ozgina ish qilib yaxshi pul topishgan. O'sha vaqtda ish va hozir mana Yevropada eng yaxshi oylik topayotganlar ham 10 soat, 8 soat, 10 soat ishlaydi, 8 soat ishlaydi. 8 soat ishlagan emas ilgari hech kim. Qullar ishlagan xolos. Hurlar hech qachon 8 soat ishlagan emas. Peshingacha ishlagan hamma. Peshindan keyin hamma uyga ketib oilasi bilan bo'lgan. Ana shu 4 soat ishi, 5 soat ishi oyligi bemalol boy bo'lib yashagan o'shalar. Ozgina ishlab qo'yib. Yaxshi pul topishgan. Ya'ni hozirgidan ko'ra oz ishlab ko'p pul topgan. Imkoniyat shuni qo'ygan o'sha vaqtda. Ya'ni maishat sabablari bo'lgan, lekin shularni qilishmagan. Biz ham agar ta'limda tahsillar to mana shu yo'lga o'tmas ekanmiz, ya'ni o'sha zuhud yo'liga o'tmas ekanmiz va Alloh subhanahu va taoloning o'ziga tayanish yo'liga, ubudiyatga o'tmas ekanmiz, ibodatlarimizni hammasini faqat taslimlik ruhi bilan va faqat oxiratni o'ylab, dunyoni umuman esdan chiqarib yashamas ekanmiz, xotirjam bo'ling. Bu olinayotgan ilmlar hech qachon bizga zarar bermaydi. O'lmaguda yashab o'lib ketamiz. Lekin natija bermaydi. Haqiqiy natijani bermaydi. Imom G'azoliy shuni fahmlaganlari uchun kitobda yozganlar. Keyin Imom G'azoliydan keyin Imom G'azoliyni o'sha madrasaga nima qilganlar, manhaj qo'yganlar. Keyin Abduqodir Jiloniy o'sha manhajni olib, o'rganib, tatbiq qilganlar. Keyin hajda ulamolar bilan birga hajga yig'ilishgan. Yig'ilishganda aytganki, hamma ulamo kelasi yili madrasalaridagi manhajlarni ko'tarib kelsin. Keyingi hajda maslahat qilib yaxshi manhaj yo'lga qo'yaylik, toyinki musulmon ummatini hamma joyini teng isloh qilaylik deyishgan. Keyingi yil hajga dunyoning ulamolari manhajlarini yozib kelishgan. Nima kitob o'qitadi, qanaqa o'qitadi, nima qilib o'qitadi. Keyin u kishi manhajlarni birlashtirganlar. O'sha Imom G'azoliyning ta'limotlari asosida deydi. Va o'sha manhajda hajda yozib tarqatgan hammaga. Va borib hamma o'shunda ta'lim bergan. O'sha ta'limlarning natijasida keyin Salohiddin Ayyubiylarning avlodi yetishib chiqqan. Salohiddin Ayyubiy Falastinni fath qilgan, o'zi Misr hokim bo'lgan. Falastinni fath qilgan podsho bo'lgan. Zakotga qodir bo'lgan emas. Umrda zakot bergan emas. Kambag'al yashagan. Chunki kelganini beravergan. Yonida mol turgan emas. Zakot bera olmasdan o'lgan. Salohiddin Ayyubiy. Podsho zakot bera olmagan. U bitta Salohiddin Ayyubiy ataladan suvay chiqqanda bitta o'zi chiqib qolib hamma yoqda zo'r qilib qo'ygan emas. Salohiddin Ayyubiydaqa avlod bo'lgan u. O'shuning uchun avlod tarbiyalanmasa, o'ylamangki, aydan bitta olim chiqib qolsa hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi. Yo'q. O'sha avlod tayyorlangan hammasi zohir odamlar bo'lgan. Salohiddin Ayyubiyga o'xshagan odamlar bo'lgan boshqalar ham. Salohiddin Ayyubiy yuzaga chiqib qo'ygan xolos. Atrofida undan balandlar bo'lgan. Istanbul fathida ham Muhammad Fatihni o'z piri nima edi?
Sahroda. Hı? Sahroda. Yo'q. Muhammad Fatihni Oqshamsiddin. Oqshamsiddin, adashmasam Oqshamsiddin keyin shogird bo'lgan. Muhammad Fatihni dadasi ham o'sha nimani fath qilishga uringanda, o'zi hamma xalifalar uringan, u Konstantinni fath qilishga, Konstantiniyani. Muhammad Fatihni dadasi ham uringan ekan. Uni piri Oqshamsiddin bo'lgan. Oqshamsiddinga ta'sir bizga ham Alloh nasib qilsin, duo qiling. Bizga ham fath bersin deganda Oqshamsiddinni muridi bor ekan, yosh, tarbiya qiladigan. Va Muhammad Fatih hali 5 yil ekan. Fath bizni nasibamiz emas, mana ukasiniki degan ekan. Keyin Muhammad Fatih ulg'aygan, Oqshamsiddinni muridi uni tarbiyalagan. Shunday davr bo'lgan ekanki, o'sha davrda shunday tarbiyalangan ekan, xalq deydi o'sha xalifalik poytaxtidagi kishilar. Bir kishi borib bozordan non olmoqchi bo'lsa, kelib masalan Islomda non olmoqchi bo'lsa, non sotyapti. Nech pul? 5 junay. 10 ta bering desa, 5 ta beray derkan. Nimaga desa, u Halillar birodarim do'koni hali ochilmadi. Ya'ni savdosi ochilmadi. Men bir sotdim 4 ta 5 ta. Yarmini mendan oling, yarmini undan oling, u ham savdo qilsin. Yo siz noningiz yoqqan bo'lsa ham mayli. Hali sizga arzon qilib beraman, lekin undan oling. Uni ham bozor yursin derkan. Kelsangiz og'zingizga non tiqib olgudek bo'lib, menikini oling deb talashmar ekan. Balki boshqani o'ylar. Mana shunday xalq tarbiyalangandan keyin o'sha xalq Istanbulni fath qilgan. Shuning uchun shuni yaxshi, buning uchun odam o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak, keyin boshqalarni ham shuni tarbiya qilish kerak. U masala talashish, gap talashish, yoki fiqhni krosswordga aylantirib 2 kare 2 ga 4, 8 kare 8 u kerak bu narsa, lekin o'sha bilan to'xtash noto'g'ri. Fiqh, mantiq, usul hammasi kerak. Aql to'g'ri ishlash uchun. Lekin uni tatbiq qilish uchun mana ruh kerak. Bo'lmasa kitobda qolib ketaveradi. Hozirgacha shuni qo'ylyapti. Gaplar zo'r, olamshumul gaplar, chiroyli gaplar, lekin siz zo'r gap gapiraverasiz, xalq fosiq bo'lib yashayveradi. To'yinki o'zimiz isloh qilmasak shunday bo'ladi. Alloh o'zi isloh bersin, ta'sirlar mana shu yo'lni tutishni Alloh bizga o'zi nasib aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.